Sizlarga bitta lifehack. Bugun sizlar bilan Faberlic kompaniyasi tushlarini obzor qilamiz. Birinchisi, eng ko'p sotiladigan tushlardan biri 2XL tushimiz. Silikon shotkali 2 baravar hajm beradi hamda kipriklarni uzun qiladi. Har birini ajratib dona-dona uzun-uzun qilib beradi. Ikkinchisi, salon tushimiz bo'lib, kipriklarni maxsus plyonka bilan qoplab oladi, uzun qiladi hamda suvga chidamli bo'lib, iliq suv bilan yengil yechiladi, kipriklarni ko'tarib beradi. Murmur tushimiz mushuk ko'z nigohini beradigan tush hisoblanadi. Kipriklarni qalin qiladi hamda qayirib beradi. Silikon shotkadan iborat. Dona-dona tishchalari bor. Navbatdagi tushimiz First Glass tushi bo'lib, artikuli 5238. Shotkaning bir tegishidayoq kipriklar qalin, ko'p va mukammal ko'rinishga ega bo'ladi. Kipriklarni tashqi burchakka tortib, jozibali ko'rinish beradi. Keyingi tushimiz Celebrity tushi. Bu ham kipriklarga hajm beradi, ajratib beradi hamda sezilarli darajada uzaytirib beradi. Ingichkalashib borgan shotkasi tushni kipriklar bo'ylab tekis taqsimlab beradi. Mana silikonoviy shotka dona-dona qilib beradi. Navbatdagi tushimiz X-Clear seriyasidagi mana shu tush hisoblanadi. Bu tush tabiiy ravishda kipriklaringizni uzun va hajmli qilib beradi. Qalin uzun qiladigan tush, tarkibi 99% tabiiy. 2 hafta foydalanishdayoq kipriklaringiz 50% ga qalin va uzun bo'lganligini sezasiz. Shotkasi juda ham ajoyib, ingichkalashib borgan shotka. 6-chi tushimiz Hyaluron tushi bo'lib, bu hajm beruvchi tush hisoblanadi. Kipriklarga hajm beradi va uzun qiladi hamda buning shotkasi ingichkalashib borgan, juda ham mustahkam qiladi kipriklarni va oziqlantiruvchi tush hisoblanadi. Intensiv ravishda kipriklarni oziqlantirib beradi. Bu siz bilgan Maxi tushi juda ham zo'r tushlarimizdan hisoblanadi. Kipriklarga maksimal darajada ob'yom beradi. Shotkasi ham qarang, qanaqa zo'r, qalin qilib beradi va modellashtirib beradi kipriklarni. Sizlarga bitta lifehack, tushlarni olganda bitta olamiz, bitta suramiz. Agar siz buni bir necha marotaba mana bu tarzda kiritganingizda, bunga qo'shilib havo kiradi va tushlar tez qurib qoladi. Shuning uchun bitta oling, bitta suring.